Короче, sizlar mana buni ichidagi olmoslarni olsangiz, sizlar короче buni bu to'siq bor ichidagi olmoslarni olsangiz, shular olmoslar hammasi sizlarga bo'ladi. Bilasizlar, bu olmoslarni sotsangiz qancha yevro bo'lishini. O'shuning davay ocha olasizlarmi? Menimcha buni iloji yo'q. Bittayam joy yo'q. Buni hamma yerda o'rab chiqqanman, judayam zashtga ko'chdi. Menimcha hech qachon ololmaysizlar. Lekin o'xshama bilasan, sen doim har qanday bekitganlarni olgansan. Masalan, bir marta sundukka parol qo'ygandim, olgandek, ochgandek. O'shaga ko'ra biz buni ham qila olasan, menimcha buni aniq qila olmaysan. Deganda bu judayam kuchli qilingan. Meni bu qilishimga 3 kun vaqtim ketdi, buni qilishimga. O'shuncha qilolmaysan. Короче, bu safar brozing bo'lmaysan albatta. Oq qishloqi bilan ko'k qishloqi, ko'k qishloqi nima? Pushti qishloqi senga yordam beradi. Bo'ptimi? Agar yutsang, shu hamma olmoslar seniki bo'ladi. Uy, rostdanmi? Iltimos, bitta ko'rib chiqaman maylimi? Albatta ko'rib chiqaver, lekin ichiga kirishga ruxsat emas. Xo'p. Wow, bo'lim mana buni qaranglar. Yubana. Wow! Olmoslarni bolalar, to'xtab turing. Hozir obunachilar bilan salomlashib keling. Yo, barchaga salom. Sizlar bilan men Husan Minecraft bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar bo'ldi. Anchadan beri ko'rishmay qo'ygandik-ku, o'zi ham bor-ku. Anchadan beri videolar chiqarmay qo'ygandim. Mana nihoyat bugun video chiqarmoqchi bo'ldim va harakat qildim. Короче, mer qandaydir olmoslar dedi. Mana bu yoqqa bekitmabdi, ya'ni solib qo'yibdi. Biz esa buni olishimiz kerak. Menimcha bu juda ham oson deb o'ylayman. To'xtangchi, bu nima o'zi? Короче, bunlar lazerlar. Короче, bunga tegsan, aniq o'lasan. Nima, rostdan bo'lasanmi? Albatta. O'zim qilib chiqqanman, ya'ni sotib olganman. Wow! To'xtangchi. Mana bu yeri nimaga bunaqa? Ana buni to'g'riladim. Короче, ishga hamma o'xshaydilar. Bo'ldi-da. Hozir kelaman. Qishloqlar sizlar ochib turinglar, men hozir kelaman. Kirishim kerak. Bola. Bola. O'ylayapsizlarmi bola? Yebana. Hozir uyimga kelib chiqing, bir narsa olishim kerak. Qandoq qilsa bo'ladi bu yoqqa? Yerdagidan kelib ko'raman. Zo'r ideya, yerdagi. Nima, bedroq bormi? Nima, bedroq? Yo'q, bo'lmaydi. Bedroq bor ekan. Qanday o'tsa bo'ladi bu yerda? Xayroba, mayli. Beri qanday o'tsa bo'ladi? Bo'ldi. Bo'ldi. Mana bunisini buzaman. Daraxtni, ya'ni. Bunisini buzsam kechaga kira olaman. Nimaga buzilmayapti? Bunisini ham o'ylab qo'yishibdi-yu. Mana bunisini buzmasam bu bo'lmaydi ekan. Mana bunisini buzsam, litsenziyasi bo'lsa bo'lar ekan. Nima bo'ldi? Bo'libchi bu. Bo'ldi. Bu lazerda qilayotganimda kod yozganda shuni ishlatgan. Nima? Hozirroq pushti qishloqqa chiqishi, tezroq pushti qishloqqa kel. Mana burada bu yer zonasida bo'ldi. Uyimdan ham chiqdim. Короче, hozir mana bu qarab olingda yaxshilab nimalar o'zi qanaqa bekitilgan. Bu nima bo'ldi? Bilmadim. Men aytishcha bunda set yozganmish. Nimani sedi? Короче, lazerda sedini shunda yozgan ekan. To'xta. Men yaxshilab qarab olishim kerak, qanday kirish kerakligini. Nima? Voy, bola, teshik bor ekan bu yerda. Hozir to'xtab turinglar, iltimos. 5 minut. Mer teshik bor ekan. Qanday tepaga chiqaman? Tepasida teshik bor ekan. Merdan so'rab turmasam bo'lmaydi. Mer, iltimos uyingizga kirib tomoningizdan chiqsam maylimi? Nimaga o'zi? Iltimos kerak yerda mana buni ichiga kirishim uchun. Mayli, qo'shing. Lekin hammasi joyiga qo'yib qo'ygan. Xo'p. Voy, bola, zo'r joy topdim. Ko'rdinglarmi? Bo'lim yer teshik bor ekan. Yes. Hozir eshikni ochamiz. To'xtanglar, qanday tomonga chiqaman? Voy, shuni o'ylamabman. Hozir mana uzr, lekin merga sezdirmasdan qaytib qo'yib qo'yaman. Mer sezmaydi ham. Hozir buzamiz.
mana va buni ham buzamiz. Buzul. Buzildi. Yes. Merga sezdirmaymiz. Bularni tashlayveramiz. Bo'ldi. Hop, qani teshigi. Mana eshik bor ekan. Bu ochildi. Yes, kirdim. Voy, mana. Yes, kirdim. Bolalar, men kirdim. Yes, qushloqlar. Qanday kirding sen? Qanday? Mana bu teshik bor ekan, bu yerda eshik bor ekan. Qayerdan topding? Esimda yo'q, eshikni buzib qo'yish. Lazerdan ulardan chiqib qolmagandim. Mayli, lekin baribir bu yerga blok qo'yishing mumkin emas. Ay, nimaga? Bo'lmasa pullar hech qanday olmaslar olishing mumkin. Ay, mayli, zato hammasini olib olishim kerak, lazer tekkizmasdan. Hop, oldim. Mana buni ham har birini olib chiqqanman. Zato bizda almosi bor, o'ylayapsizlarmi bola? Sekin ehtiyotlik bilan olamiz. Bittasi tushib ketsa bo'ldi. Bitta bir blok almos 64 izin o'tmay menga ayting. Bittasini ham tushirib yuborishim kerak, bola. Tushirib yuborsam bo'ldi, hammasi o'ladi. Endi o'lmaydi-yu baribir. Qoladi, lekin bola ko'ryapsizlar 17 ta. 18 ta. 19 ta. Voy dod, bola. Shunchani ko'ringlar bola. To'xtanglar. Endi qanday chiqaman bu yerdan? Yo'q, bola. Shuni o'ylamabman. Voy, endi nima qilaman? Shuni o'ylamabman. Endi qamalib qoldim. Endi na almosni ham olmaymiz. Na men ham chiqolmayman. Men buni boshqa yo'li yo'qmi? Afsuski yo'q. Nima? Qanday chiqaman endi? Blok qo'ysam bo'lmaydimi? Yo'q, blok qo'ysang almosni ola olmaysan. To'xta. Sen endi programmist eding-ku. O'qishloq iltimos. Mana buni to'g'rilab, lazerni yo'qot. Xo'p. Yo'qotishga harakat qilaman. Few moments later. Afsuski tepadagini laserni yo'qota oldim. Boshqalarnikini yo'qota olmadim. Juda ham kuchli kod yozilgan ekan. Nima? Endi qanday chiqaman endi? Bir blokdan chiqa olmayman men. Anisi tepadan qilibsan. Qanday chiqaman? Balki to'xta. Sen ipdan torta olasan tepadan. Torta olaman. Lekin almoslar bor, seni tushib ketadi ekan. To'g'ri aytasan. Men mayerdan o'rgataman. Olishsan, o'qishsan olasan. Sen meni chiqarasan, bo'ptimi? Xo'p. Hop. Ay, chiqmadi. Birinchi o'xshamadi. Hozir endi o'xshaydi. Ay, yana o'xshamay qoldi. La'nati. Hozir yana o'xshamayapti. Hozir o'xshaydi. Hop. La'nati. Hozir. Aytgan hozir. Tashlamadim. Yana xato hozir. Tashladim, olinglar, bo'ldi. Bo'ldi. Hozir esa yordam beraman, chiqarish. Rahmat qushloq. Bo'ldi. O'zim juda ham charchab ketdim. Almoslarga berdimi? Ha, endi bu almoslarni ko'ryapsizlarmi, bola? Endi boyib ketdik. Bularga nimalar olsak bo'ladi? Kommentarlarga yozib qo'yinglar, bolalar. Bu pulga nimalar olang, iltimos. Kommentar yozinglar. Bu men uchun juda ham muhim. Nima olishimni yozinglar. Men o'sha narsani olaman bu pullarga, bola. Mazza qilamiz. Bola, ko'ryapsizlarmi pulni? Bola. Nima olay? Mashina olaymi yoki yangi uy sotib olaymi? Qarchi, keyingi videomda iltimos aytinglar, iltimos bola. Qarchi, video shu yerda tugadi. Keyingi videolarni ko'rishguncha hammaga xayr va bola. Oldingi akkauntlarim sotib va qarchi Pablo degan bola bor edi, ya'ni meni akam.
u ham kanalni sotdi va biz unda ya'ni klaviatura oldim, kompyuter emas. Endi kompyuterga bir qadam yana yaqinlashdik. Ya'ni klaviatura oldim. Mana nihoyat shuncha mehnatlarimga like va obuna bo'lishib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Keyingi videomni ko'rishgacha hammaga xayr bo'lsin. Komment ham yozib qo'yinglar albatta. Men uchun juda ham muhim. O'qib chiqaman va atvet berishga ham harakat qilaman. Hammaga xayr.